Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar, shundaqla radio oldidagi aziz do'stlar. Huzuringizda bo'layotgani Markaziy xalq radio stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, Melodiya madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlikda ishlagan Elchi kiyim-kechak madaniyat shirkati alayida qo'llagan Elchi Mannaq maydonda roziyatlik alay san'at programmasi. Barliq qarindoshlarimizding roziyati muborak bo'lsin. Albatta bizning bugungi programmamizdagi naq maydonda ijro qilingan jonliq naqshi musiqalar barliq tomoshabinlarimizga o'zgacha bo'lgan anglash tuyg'usi ato qila oladigan qilishimiz. Programmamiz orqali hammalar bilan yuz ko'rishgandan xursandman. Men do'stimlar Zubayda Tursun. Men Dilyar Abdurahim. Unda esa bizning muzikantlarimiz shundaqla aziz mehmonimizni taq bo'ldi. Unda aziz mehmonimizni tanishtirib deylikmi? Bo'ldi. Bizning bugungi programmamizga alayida taklif bilan qatnashtirilgan san'atkorimiz bo'lsa, Markaziy Millatlar naqshi usulining davlatlik birinchi darajadagi artisti, Jungo Flamingo ilmiy jamiyatining doimiy hay'at a'zosi, gitar shaxsiyati Erkin Abdulla. Qarshimiz. Assalomu alaykum Erkinka. Assalomu alaykum Erkinka. Qarshimiz roziyatingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Birga bo'lsin. Shu munosabat bilan barliq qarindoshlarga roziyatlik salam. Erkinka, men sizga desam, o'sha sizning Erkin degan ismingizni tadqiq qildim-ku bilmasdim. Bu tadqiqot natijamni men hozir o'tirib qo'ymoqchi. Bu Erkinkamning Erkin degan ismiga, Erkinkamning odatdagi o'sha mijoz xarakteri mujassamlangan. Buni o'quvchilar bilmaydi. Masalan, men yish beray, Erkin degan ismning birinchi a harfi bo'lsa, axloqlikdagi a. Onadagi rostchildagi r, kamtardagi ki. Kamtardagi insoflikdagi i. Onadagi mush ne kelsak? Naqshchidagi ne? Ha, men to'g'ri naynaydi ne. Xo'sh, aziz tomoshabinlarimiz, naq maydon musiqalarga mas'ul bo'lgan diyorimizga qaltis qo'ygan musiqa tartibimiz MLD musiqa tartibimizga atrat a'zolarimizning barda tomoshabinlarimizga bir tanishtirib o'tsak, atrat a'zolarimiz MLD musiqa tartibining atrat boshlig'i Olim Dolqon qarshimiz. Elektronlik gitarda Olim G'ini qarshimiz. Chapma do'maqda Ilyar Baxtiyor qarshimiz. Bas gitarda bizning Zulfiqar Abdusalom qarshimiz. Furkayşin yani mushu zarb chalg'uladi bo'lsa, Rustam Umar qarshimiz. Furqat Abdurim qarshimiz. Skripkada bo'lsa, bizning Mahmudjon Tursun akamiz qarshimiz. Xo'sh, Erkinkamda mushu gitarni qo'lingizga olganingizga 20 yilcha vaqt bo'lib qolgandi. Hamda siz mushu Qashqar qag'liqda tug'ilib cho'ng bo'ldingiz shunday qo'y. Hamda mening o'ylig'im mushu qag'liq o'xshash o'zimizning milliy san'ati, milliy madaniyatni aytmoq qo'yib, mujassamlangan bir yurtda mushu sapoyi, ravab degandek o'zimizning milliy sozlarga qiziqmay, g'arbning sozi bo'lgan gitarga qiziqib qolgan bo'g'aytingiz. Shu men kichik vaqtimda to'liqsiz o'tirib maktabda o'qiyotgan vaqtimda rahmatli dadam shu maktab mudirida shu vaqtida bir gitar olib kelibdi ekan maktabga. Yurtimizda buni chaldigan odam yo'q. Shu men bir chap boqay deb. Shu sabablikka boshlagan. Qancha yosh vaqtlaringizda yo'q? To'liqsiz balkim 12-13 yosh vaqtlarimda. Endi mushu Erkinkamning naqshlarida ko'pincha diqqat qilgan bo'lsak, bizning mushu milliylik bilan zamonaviylik shuni yaxshi mujassamlangan, Dilyar. Masalan, mushu bizning yosh ijodiyatchi Mamad akamizning ijodiyatlaridan Ajdod izi nomli naqshida mushu flamingo uslubi bilan mushu do'lan puroqni liqida deb o'ylayman o'zimcha. Liqmiliqlar. Navbatgi minutlarda ana shu naqshni anglaymiz-ku deyman, Dilyar. Ha, men shu tunji bo'lib o'rinlaydigan shu Ajdod izi nomli naqshimiki deb o'ylayaptim. Qani ular bo'lsa, barliq do'stlarimiz bilan birlikda Ajdod izi nomli mana bu nadir naqshiga birlikda xulosa chiqaylik. Bizga tunush vay şu izler
davam kılar ecdat izidir. Bizge doğmuş şu esler davam kılar üzülmeyi. Bizge doğmuş şu esler davam kılar üzülmeyi. Her bir baskan kademler davam kılar üzülmeyi. Her bir baskan kademler davam kılar üzülmeyi. Yaylaklarda dalida tulpar mingen erisin. Yaylaklarda dalida tulpar mingen erisin. Kummasıga kömülgen büyüklüknin yıldızın. Kummasıga kömülgen büyüklüknin yıldızın. Vay derdim ah. Solgan biz hayatqa tekli makan gitiydim. Solgan biz hayatqa tekli makan gitiydim. Jilvatilar sebenim min uylanim bitiydim.
Ya, diyeceğim ama vay derdime dep tang etipsiz degan. Endi bu Ejzatizi namlıq bu naqsha haqiqatan muşu teksa melodiya jihati intayin chiroyli bo'lgan bir naqsha bu. Muşu Erkinkam oldi kelgan bo'lib 7 plastinka chiqadi. 7-plastinkangizga asosiy naqsha Erkinka. Ben Erkinkamni muşu 2002-yili Şinjan televiziya stansiyasi Qurbaniylik san'at kechiligida Karvan yo'li nomli naqshni o'rnilganda tunigan. Ko'rla Karvan yo'li. Muşu 2005-yili men akamni yo'qlab Beijing borgan vaqtimda Erkinkamning naq maydon muzikasini birinchi o'rinda o'tirib boshdan anglagan. Rasman Erkinka Shundan keyin keldi esiga. Shundan keyin gitardan iborat shu sazga menda bir xil ishtiyoq bog'langan. Mening diqqat qilishimcha Erkinka, sizning ko'p qism naqshlaringizning ismi intayin kishini jalb qilarlik ekan. Masalan, ruh, Dönkörik haqida parang, odamdek yasha, Sokratik söygü, shahar kechisi, podichi, Sokratik söygü. Dağlarım Sokratik söygü degan ichida yana 2-3 qatim ismimizdagi yaxshi bo'ldi. Shu ism qo'yishga ko'p ahamiyat berdiganligingizni his qildim. Bir naqshiniki hamda ismi xuddi bir insonning ismi o'xshash intayin mo'yim o'rinda bo'ldi ekan. Erkinkam endi ko'plagan naqshlarning muzikasini o'zi ishlagandan sirt yana tekstini aytdim, o chiroyli qilib yozadi o'zim deb o'tdi. Jumladan kuy nazmi ijodiyatiga bak ahamiyat bersiz aka. Hamda mushu kuy siz degan mushu kuy nazmi ijodiyatiga qarang. Siz bu program yozib kelayotgan bolalar emasmi? Shu kuy nazmi ijodiyatiga ahamiyat berish uchun sizga o'xshash nurg'ulg'an kitoblarni o'qish kerak. Shuni kitob o'qishga intayin ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Erkinkam qaraganmish ko'p kitob o'qiydigan o'xshaydi aka. Shunaqmi? Ben kichigimdan she'r yozishga bak qiziqilgan. Shu vaqtni tatib she'r yozib keyin boshqa cho'ng jurnallarda Qashqar adabiyoti, Tarim degandek jurnallardami bir oz parchak she'rlarim e'lon qilingan. Beijing o'qishga borgandan keyin Uyg'urcha kitoblarni ko'rish nisbatan ozroq bo'lib qoldi. Shunga adabiyoti misol ojizlab qoldi ekan. Lekin naqshtek yozish qilam kuchim yetadi ham hozir. She'rlarni yozib. Inshaalloh. Muşu Erkinkamning naqshlarining tekst go'zalligini aytdim chiroyli. Ana shu bir qator nadir naqshlar ichida men intayin yoqtirib anglaydigan bir anglagan kishiga muşu seg'inish tuyg'usini his qildira oladigan seg'inish kuyi deb bir naqsi bor. Shu naqshning tekst muzikasi chiqib o'zingizdan Erkinka. Navbatdagi minutlarda ana shu yiqimliq kuyni barliq tomoshabinlarimiz bilan birlikda anglasak qanday? Anglaydiganimiz naqsha seg'inish. So'zi Erkin Abdullaning, muzikasi Erkin Abdullaning. Erkin Abdulla o'zi o'rinlaydi. Bilem sen her günü qarab men yolunğa Meyin şamaldın nedimni puraymen Geç gözünün akşemi ay ve yulduzdu İzleri ne yar soraymen Bilem sen kechalar tushimga kirganda Reallikqa qo'llarimdan so'rayman Sada qayturdi gitarning tarisi Kuylardi bir seni izlayman Yanımga kim
kechalar tushimga kirganda reallikqa qo'llaringdan so'rayman sadaqay turdi gitarning tarisi kuylatin bir seni izlayman yanimga kelib kel yuragimni ilib kelsanmi yar yanimga kelib kel menimdek мәңгілік kessanmi yanimga kelib kel yuragimni ilib kelsanmi yar yanimga kelib kel menimdek мәңгілік kessanmi мәңгілік kessanmi Bek huzurlandık hoş. Naq maydonda anglab, shu o'zimni topamaylam qoldim, yo'qotdim. Ismi şu sığınış kuygu ortaklaşıp çıkıp adam öz yaxşı görgen nakşı Naqmaydan anlagan Siz yaxshi ko'ramsiz bu naqshini? Albatta bu sığınış kuyi namlıq nakşı men eng yaxşı görüp anlaydigan nakşlarni. Zubayda Tursun, Ha? Seg'inish kuyi emas bu naqshning ismi. Bu O'xshash naqshning ismi Seg'inish. O'xshash qo'y Erkinka. O'xshash. Muşta qarang, bu Zubayda Tursunning muşta bir alayligi vaka. Mush naqshning ismining badiiy go'zalligini, til mahoratlarini entan yaxshi ifodalab beradi. Masalan, shu sizning ikkinchi plastikangizdagi men Ulay nomli naqsh bor-ku. Idealsı. Ha, mana. Shu naqshni tarjima qilib, radioda o'lgida ko'ydimil deb tarjima qilib bermasmi shu radioda? Yok men ulay deganimiz men ölgüde köydüğümüz çıraylıqlar Aman, aman, alındıke aman. şonlaşqı özlemiş bədiyləşdirib tərcüm qağa yerleri baka. Bunun değil. Basım buldu ki. Bulam deke. Özgert olaydı. Ben özgert olayım. Ben de katkılayım. Әмді мұшы трек бостан, трек бостан деген нақшығы кәсәк. Бұл нақшы мұшы 70-ші yılların ақырқы мәзгілерді біздің үрімчі диярды ижат болған нақшы болып, мұшы 70-80-ші yıllarda yeni мұш қайты тәрбие мәзгілінің алды кейіндегі вақытларды аңлайдығынымыз, маны мұшындақ мұхаббет, әмгек нақшылар еді. Бұл нақшыны біздің мұшы 80-70-ші yıllardaki vəkillik naqşılarının, əslində kuylarının icradisi mərhum Aziz Mahmud akımız qatarlıq nurulğan naqşçılarımız etqan. Bugün gündə Erkinkan mana bu naqşını özünün muşu flamingo uslubu bilan birləşdirib, acayip çıraylıq bolğan bir melodiyani keltirib çıxdı. Növbətki minutlarda aşı Trək Bostan namlıq naqşa qulaq salımız.
anlatib atqаны Merkezi Xalq Radio stansiyasi, Ürümçi televiziya stansiyasi, shundaqla Melodiya madaniyat tarqitish şirketi birlikte işleyen ilçi kim geçek madaniyat şirketi alaydı qo'llagan ilçi men naq maydonda roziyatlik alay sanat programı. Shundaq aziz do'stlar, programmamiz intayin qizg'in kayfiyat ichida davomlashyapti. Mana bizning talantli naqshchimiz Erkin Abdulla apandimning bir-biridan nadir yaxshi yiqimliq naqshlardan hozirlanyapmiz. Xo'sh Erkinka, program guruhimizdagilar Erkinkamning o'quvchilari bilan qisqagina bir suhbat olib borgan edik, Dilyor shundaqmi? Erkinka aslida shu barliq o'quvchilaringizning sizga bo'lgan tilaklarini bir yig'ib sizga xotir qilib saqlab beraylik degan to'xtanga. Ammo bu xizmat vaqtimiz shunda jiddiy bo'lib qoldi, shuning uchun ulgurmay qoldik. Shundaqdimi? Sizning 4 o'quvchingizning tilaklarini yig'ib keldik. Shularni bir anglab ko'rib baqandiq hissiyar filmni. Qani Ihrom marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar va radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Men Ipak yo'li sadasi programmasi Erkin Abdulla gruppasi, ya'ni Birodarlar gruppasining o'quvchisi Erkin Abdurim bo'laman. Ammolarga cho'nqir salom. Men mushu Ipak yo'li sadasi programmasi orqali Erkin Abdulla gruppasiga qabul qilingandan keyin nihoyat xush bo'ldim. Ham o'zimning orzusi bo'yicha mushu muallimning qo'lida tarbiyalashni to'g'ri ko'rdim. Biz mushu musobaqa jarayonida qatma-qat bo'laklardan o'tib, ikkinchi aylanma, uchinchi aylanmadan o'tgandan keyin bu jarayonda Erkin muallimdan men az bo'lmagan bilimlarni o'rgandim. Mayli naqsh etish jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatlardan bo'lsin, bizga o'zining qon ta'rini singdirdi. Bu yerda men bir narsani demoqchi, ya'ni Erkin muallim bizga bir ishlar bo'lgan, ya'ni shu kasbga bo'lgan o'zining o'tdak ishtiyoqi, ya'ni muzikaga bo'lgan o'tdak qizg'inligi, o'zida nurg'un mo'l bilim bo'lsa-mu, o'zini shunchalik kamtar tutib, shunchalik to'van tutib turib bizga tarbiya berganligi. Eng oxirida mening deydigan yurak so'zim, men Erkin muallimningki bundan keyingi ishlarining utuqli bo'lishini, shu uch qo'shkezak bolalarningki sog'lom o'sib yetilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Erkin Abdulla ustozning o'quvchisi Shaymardan Abdulla bo'lman. Mendan sizlarga o'tliq salom. Men mushu Erkin Abdulla ustozga o'quvchi bo'lib kirgandan keyin birinchi men eng ta'sir qilgan yeri muallimning axloqi, kichik kamtarligi, kichik beyligi bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa hamda muallim o'zining bir aqlliq salohiyati bilan bizga o'zining axloq fazilati, qanday odam bo'lishni, bu yo'lda qanday minishni o'rgatgan bo'lsa, bizga ustozlik salohiyati bilan bizga nurg'un hamda kasbiy bilimlarni berdi. Shu men mush fursat bilan ustozimning ailesiga baxt tilayman, ustozimga salomatlik tilayman. Bo'libmi umoq fukamning mushu ustozimdek bir fazilatlik kishi bo'lib bir xo'shal-xo'ram o'sib yetilishiga tilakdoshman. Rahmat. Assalomu alaykum, ko'raman va anglovchi do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Erkin Abdulla gruppasidagi Ilis Anderson, ya'ni nazokat bo'laman. Hammanglarga o'tliq salom. Men Ipak yo'li sadasi qatnashgandan buyon ustozim Erkin Abdulladan nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Ustozimning menga eng ta'sir qilgan yeri nima deganda, men ustozimning nihoyatda bilimli ham sopaliq odamligidan bak ta'sirlanib ketdim. Uningdan boshqa har bir qitim mundaq bir uyg'urcha naqshini aytsam bo'lamdi deganimda ustozim doim menga o'zimda bor bo'lgan tabiiy talantimni namoyon qiladiganning muhimligini ta'kidlab berdi. Shuningdan bak suyundim ham ta'sirlanib ketdim. Men ustozim Erkin Abdullaning o'quvchisi bo'lganligimdan intayin faxrlanaman. Ustoz, tinglingizga salomatlik, hamda buningdan keyingi ishlaringizga muvaffaqiyatlik tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, aziz ko'ruvchilar. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Ipak yo'li sadasi programmasidagi Erkin Abdulla muallimning o'quvchisi Mutallib Ahad bo'lman. Men mush munosabat bilan har qaysinglarning teninglarga salomatlik, ishlaringlarga utuq baxt tilayman. Mush munosabat bilan men Erkin Abdulla muallimning o'quvchisi bo'lganligimdan cheksiz xushal, deb faxrlanaman. Men Erkin Abdulla komandasiga tanlangandan keyin men mush munosabatda o'zimning saboqdoshlarimdan nurg'unlagan ortiqchilik bilimlarni o'rgandim. Ustozimdan men shunday bilimlarni o'rganib oldim. Men har bir qiyin nuqtalarga yo'liqqanda ustozimdan mush nuqtalarni qanday o'tish to'g'riliq nihoyat zil masalalarni so'ragan vaqtimda ustozim menga buni nihoyat astoydillik bilan obdan yaxshi tushuntirdi. Men mush munosabat bilan ustozim
Erkin Abdullah muallimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Rahmat muallim. Oxirida oilangizga xotirjamlik, turmushingizga baxt tilayman. Davomli kasbingizda zo'r utuq natijalarni qo'lga keltirishingizni chin dilimdan tilayman. Rahmat. 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 Bizim şu o'quvchilaringizga o'xshash oilangizga xotirjamlik, baxt, saodat tilayman. Shundaq. Balkim bularmish 100 turani turib erkin kamga deb baxman bo'g'iti. Ya, bu fursat muloqot nisbatan yaxshi bir fursat bo'ldi albatta. Ana shu barcha go'zal tilaklar bizdan sizga ham yor bo'lsin. Boyatim o'sha Ipak yo'li sadosi programmasi qatnashdan kelib chiqib qoldi. Men chaqchaqimdim erkinga Diliyar rastlamış kelar qitimliq Ipak yo'li sadosi programmasi qatnashmoqchi shu tayyorlik qilyapti hozirmish kechini kunduzga ulab. Undaqdan shu Diliyar apandim sizdan so'rab baqsam, siz ana shu programmaga qatnashish orqali shu qaysi naqshni aytmoqchi? Şu quyosh nomli bir naqshi bor. Bu naqshning shu yuqori ovoz qismi intan yuqori. Töven ovoz qismi intan töven. Xo'sh. Naqshchidan intan yuqori bo'lgan seviye talab qiladigan naqsha. Mush naqshni men shunda tayyorlik qilyapman erkinga. Hamda shu Diliyar naqshini anglab beqib, bir dansab beqib, undan keyin shu o'zingizga bir baho berib beqib, aytalandim, aytamamdim. Andan bir qolgan gaplarni keyin deyishamdi. Men bu plastinkadan jiqanlagan ekanman. Naq maydondagi qismini anglab beqib. Rost bir dansab baqa jumaka. Navbatgi minutlarda biz Erkin Abdullah apandimning ijrosidagi Quyosh nomli bu yaqinliq melodiyaga quloq solaylik. Marhamat. Üşükler laydo aç karnı tok Çaşkandan oğurlar Hiçbir endişe yok Çaşkandan oğurlar Hiçbir endişe yok Tutay diysen gel Baskaklar uzun Semizler manalmaz Oruklar bek oruk Semizler manalmaz Oruklar bek oruk Koyaş dünyaya bir top ademler Koyaş dünyaya bir top Şünce yıldız sığıdiken Asmanga nime üçün Sığışmaymiz cahanga Nime üçün Sığışmaymiz cahanga Nime üçün
Dedim o zaten yukarı seviyede. Şunaq mana bu naqshini anglab, men rostlan bir yaxshi dars anglagandek bo'ldi. Muzikasi andan yoqimli, tekstimi bek güzel bir naqshga bizga nurg'ulg'an hikmatlarni so'zlab berdi Erkinka bu naqshingiz ofirin. Yani 3-4 yıllardan ki katnaşsam bo'ldi. Bo'lamdiki. Programmasiga. Xo'sh, endi Erkinkamning shu san'atga erishgan natija utuqlar az emas, shunaqa o'diliyara. Mash ikinci yılda başlap tunji plastikasini taqatqanidan hozirgacha utuqlar yar bo'layotgan 13 yil bo'ldi. Albatta, mana bu 13 yil Erkinka sizga nisbatan haqiqatan ham jafo mushaqqatga, ham mo'l natijalarga, mundoq qilib aytganda bir baxt saodatga to'lgan bir 13 yil bo'ldi deb o'ylaymiz. Shunaqmi? Amdi shu Erkinkam bilan har bir paranglish jarayonida naqadar kamtarlikni texmi his qilyapman. Amdi Erkinkamning san'atiyatga izdinishi hozirgacha to'xtab qolgani yo'q. Albatta bu bizning o'rganishimizga arziydigan bir taraf. Masalan, Erkinka siz shu markaziy muzika institutida bilim oshirgan shundaq-ku, Shu Ispaniya, Braziliya qatorli davlatlarda ilm tahsil qilgan. Onun sırtına hazır shu Amerika Los Angeles muzika institutida gitar va kompozitorlik kasbi bo'yicha davomli turda bilim oshiryapsiz shundaq aka. Shu mayli o'qish olsun, mayli o'yin qo'yib sayohat qilish olsun, nurg'un davlatlarga chiqib kelsak-a. Masalan, men bu shu Washington, New-York, Yaponiya, Koreya, Tokio qatorli davlatlarga hamiz berib bo'ldim hozir men. Bir kriyal qoldim men. Diliyar, assalomu alaykum. Xo'sh Erkinka, endi albatta sizning bu san'atiyatda shundaq izlanib, endi qaysi bir pallaga yetishni nishonlayapsiz aka? Mening kichigimdan shu sistemlik muzika tarbiyasi edishga fursat bo'lmagan. Shunga endi hozir shu fursatlarni yaratib endi asosli mening his qilishimcha muzikani cho'qim sistemlik o'rganmasak bo'lmaydi ekan. Shunga uzluksiz turda bir necha yil oldida markaziy muzika institutida u yerda bilim oshirdim. Shu jarayonda meni o'qituvchilarim seniki muzika uslubingga asli Amerikaga, Yevropada o'qisang texim yaxshi bo'ldi deb fikr talablarni bergan. Endi hozir shu vaqt soatga o'xshaydi. Shunga bir davomliq yeni muzika ilmlarini o'rganib qisqasi shu texim yaxshi muzika qilish uchun cho'qim teximni terishib o'rganishimiz kerak ekan. Bo'lmasa bir izda to'xtab qolgan ekan. Shu maqsadda Shu Erkinkamning ijrosidagi Gulirana nomli naqsha hammamizga tunishliq bo'lgan yoqimli naqshlardan birisi sanaldi. Ayni yillari Erkinkam mana shu naqshani ijro qilganda bu naqsha bizning shu yoshlarimiz orasida bak moda bo'lgan-ku. Endi bugungi kunda mana bu naqshani bizning shu MLD muzika tarafimiz muzikantlar bilan birlikda ijro qilgandan keyinki bu naqshning bizga beradigan ta'mi qanaqroq bo'ladi? Navbatgi minutlarda ana shu naqshani bir anglab boqandik Erkinka. Güliren ay, güliren ay
Güliren ay, güliren ay, canınge cananın bulmen. Güliren ay, güliren ay, derdin dermanın bulmen. Güliren ay, güliren ay, canınge cananın bulmen. Güliren ay, güliren ay, derdin dermanın bulmen. Gazellerde güyleymen seni, Tanrım seni sakladay aman. Güliren ay, güliren ay, canınge cananın bulmen. Güliren ay, güliren ay, derdin dermanın bulmen. Canınge cananın bulmen. Canınge canan. Bek feyzi. Mana Güliren anamlıq bu naqşa Erkinkamның özünün usubu bilan birleşip bizge başqacha özgeç bolgan bir anlaş duygusu ato qildi ya Diliyar. Nima bo'ldingiz? To'g'ri chiqamdingiz ikkida chiqdim. Diliyar bo'lmasmish Erkinkamның Ipak yo'l sadasi programmasida mayirlarni qanday tanlayotganligini ko'rib turyapti. Endi mush naq maydonda bir intam berib beqin qarang. Bayatdan u gitar deganni chilib, naqsh deganni aytib Erkinkamның dinlasa emasmi? Shonlashqa hozir bir aytmoqsizmi Erkinka gitarni bir qulluq elib sizning naqshingizni. Den to'g'ri deb bilamoqda. Mardni maydonasına deptiken Diliyar kelili. Saturamo ustaz. Qaniyamsa. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, huzurlarda bo'lib Erkin Abdulla bilan Zubayda Tursun riyosatchiligidagi Men naq maydonda Alayt san'at programmasi huzurlarda ham shu Diliyar Abdurim ijrosida naqsha o'zi biladi. Oldi bilan shu ishlab bergan Zubayda Tursun rahmat. Arzimaydi. Qisqagina bir ko'plik. Uykuda kadem şehir
rahmat. Men mush gittiringizni xotir qilib saqlab qo'ysam qanday? Ya o adamning getirip Satol ya deniyor. Öz oydunuz qaytışma. Buna sizler resmi köp iqtarlık riyasetçiliktim ba. Oy rahmat Erkin. Nakşidim ba. Sen turib Zubayda firibqat usoynab birdiga o'xshaydi. Endi Erkinka mushu isimni qilishcha siz 2011-yili 7-ay mezgilida mushu Beijingdagi Bolu teatrxonasida Shahar Kitsi nomidagi yolg'iz kichik naqsh kechilikini o'tkazgandingiz. Xabarlarni to'rlardan ko'rib turdik. Haqiqatan men aytdim qaynam tashqinlikqa qizg'inlik to'lgan bir maydon kechilik bo'ldi. Albatta, ana shu kechilikmi diyorimizda yana bir maydon o'tkazilsa degan umidimiz. Shu qatimliq kechilikni bir eslab chiqanmi Erkinka hozir? Beijingdagi naqsh kechilikni o'tkazgandan keyin ham asli planda diyorimizda naqsh kechilik qilmoqchi edik. Nurg'un sabablar tufaylidan hozirgacha qilamadik. Lekin cho'qim oldimizda bir plan bor, ha? Biz davomli tayyor. Shu qatimliq kechilikning asos bosh teminaqchisi Shahar Kitsi nomli naqshni huzurimizga bir sunasiz. Bugünkidek mana shundaq yaqinlik kunlar mujassamlangan programmamiz bu naqsh kam bo'lib qolsa menimcha bo'lmaydi. Navbat minutlarda ana shu Shahar Kitsi nomli yaqinlik melodiyaga quloq solaylik. Gece emre bulup bana gitler Hem ki güllerini iter Gece haberip gelir şaman Aman bulgun yirat giyer Aman bolğun gül yar Tumanlarga çökken Keçideki şehir Yalnızlıkka çökken Bu cayda kişiler Asmandaki yıldız Binalarga gözken Mengü uyumaydım Keçideki şehir Keçideki şehir Gece nişansız yürür bir saye Belki izleydiğin bu çare Gece düşlerden yirak ketme Aman bolğun ey gülüm yarem Aman bol gül yare Tumanlarga çökken Geçideki şehir Yalnızlıkka küngen Bu cayda kişiler Asmandaki yıldız Binalarga göçken Mengü uyumaydım Keçideki şehir Keçideki şehir Göz aldımdın ketmeydim Asmeni kangri sehra Ballilik tikişler Mengü bana hemram Göz aldımdın ketmeydim Asmeni kangri sehra Ballilik
Haqiqatan bu sizning naqshlaringiz mangu bizga hamroh. Shunda. Mana bugun intayin ahamiyatli suhbatlashdik Erkinka. Mush munosabatda barliq siz ma'naviy zo'qqa taqiyotgan barliq xalqimizga vakolatdan sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shunday qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga yana bir qatim rahmat aytamiz. Shundoq. Endi biz bugungi programmamiz orqali sizga kichkina ko'ngil sovg'atimizni tayyorlagan to'g'ri bo'lsa, shu Xinjiang Unsin nashriyati tomonidan tarqatilgan ustoz san'atkorlarimizning eng nodir kuylaridan tarkib topgan, biz qadrlashga, suyib anglashga arziydigan shundaqla sovg'atlik uchun intayin ahamiyatli bo'lgan ushbu uzilmas kuylar nomli bu yurishlangan tavarruq qomusni sizga sovg'a qilmoqchimiz. Bu qomus men uchun haqiqatan har bir oilada saqlab qo'yishga tegishli qomusga Erkinka. Ko'p rahmat. Oddiy bo'lsa-mu qabul qilasiz. Ko'p rahmat. Rahmat. Muzika teatridagi do'stlarga ko'p rahmat. Jafo chekdinglar. Rahmat. Hammalar jafo chekdinglar. Erkinka, rahmat. Oxirida oilangizga xotirjamlik, turmushingizga baxt. Bundan keyingi san'at hayotingizga texnik zo'r utuq natijalarni tilaymiz. Mana bu shunday yaqinda bo'lgan ahamiyatli programmalarni bundan keyin yana ishlashga nasib bo'lsin. Vaqtingiz esa o'ta yo'lg'an ko'chim chiqib turasiz. Qadrli do'stlar, Markaziy xalq radio stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi, shundaqla Melodiya madaniyat tarqitish shirkati birlikda ishlagan Ilchi kiyim-kechak madaniyat shirkati alohida qo'llagan Ilchi man naq maydonda rozetlik alohida san'at programmasi vaqt munosabati bilan mushada oyoqlashdi. Shundaq bizning bugungi programmamizning suratli nusxasini Markaziy xalq radio stansiyasining tor bekiti, ya'ni www.uycnr.com tor bekitidan va Melodiya madaniyat tarqitish shirkatining undidar saloni MLD kanal undidar subsidiyadan talab ko'ra olasiz. Riyosatchidan kimin ta'minlagan Ilchi kiyim-kechak madaniyat shirkatiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Shunaq yana bizning bugungi programmamizning sahnamizni bezab bergan Erka to'y mulozimat markaziga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Xayr do'stlar, kelar qatimli programmamizni ko'rishgacha oltin tanlaringlar omon bo'lsin. Shundaq oxirida barliq qatnashchilarimizning ro'ziyatini yana bir qatim muboraklaymiz. Ro'ziyatinglar shod-xuramlik va barakatli bo'lsin. Xayr xo'sh do'stlar, kelar qatimli programmamizga erishaylik. Omon bo'linglar.